bir xil onalar farzandi uylansa ham bola meniki deb qamrab oladi, egallab oladi va farzandini oila, mustaqil oila qurishiga yo'l bermaydi. Agar shuni nima sababdanligini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ring. Oilaviy inqirozlarni kelib chiqishini yana bir sababi bu albatta bir xil erkaklarni mamsik bo'lib qolishida. Bu holat bu ko'proq nevrotik onalarga taalluqli. Ya'ni ona o'zida qo'rquvi bor, farzandsiz hech kim emaslik bo'lib qolish. Va shuning uchun farzandi uchun butun hayotini bag'ishlaydi. O'zini hayotidan kechib, bu farzandimda faqat umidi bor. Va shu natijada bola bilan qattiq bog'lanish bo'lib qoladi. Unaqa onalar farzandini tarbiyalayotganda mamsik bolalar kelib chiqishining sababi unaqa onalar giperopeka qiladi. Farzandi mustaqil o'zi harakat qilib intilishi mumkin bo'lgan holatlarda ham ona diktovat qiladi. Ya'ni onani komandasi bilan bo'lish bo'lmasligi hal bo'ladi. O'zini fikri rivojlanmay qoladi. Ya'ni har qanaqa o'zi qilmoqchi bo'lgan ishga ham ona to'siqlik qilavergandan keyin bolada ham bo'ldi, men baribir qaror qabul qilganim bilan meni onamlar menga ruxsat bermasalar men uni baribir amalga oshira olmayman. Shuning uchun faqat onamlarning fikri bilan yashayman. Onani fikri asos bo'ladi. Nevrotik onaning nevrotikligining sababi ona ko'pincha qadrsiz o'sgan bo'lsa bolalikdan, qadri bo'lmagan, o'rni bo'lmagan bo'lsa, o'sha o'rnini farzandi orqali shakllantiradi, paydo qiladi. Tushundingizmi? Farzandim menga murojaat qilyaptimi? Demak, bu hayotda meni o'rnim bor, meni qadrim bor deb hisoblaydi. Va bir umrga bolani separatsiya qilmay bog'lab qo'yadi. Vaholanki normal farzand o'smirlik yoshiga yetgandan so'ng albatta psixologik va jismoniy separatsiya bo'lishi kerak ona.